Avtosalonimizdagi avtomobillarni obzor qilib o'tamiz. Haval Julian avtomobili 2025-yil Sami full pozitsiyasi, head-up displeylari ham bor, kojinli salon. Mashinamiz benzinga, probeglari atiga 5200 km yurgan mashinamiz. Sami fulli. Kraskalari 100% toza, naqdga, kreditga bemalol farq qilib olishlaringiz mumkin mashinamizni. Bagajlari ham kengina 5 kishilik mashina. Marhamat. Xo'sh, bu mashinamiz narxini $23.500 qilib beramiz. Avtosalonimizga kelaverasizlar. Trekkerlarimiz 2023 Premier Sami Zero propan gazlari bilan 65.000 ta yurgan, kraskalari toza, hamma ishlari qilingan. Narxi $16.400. Keyingisi Trekker Premier Plus 2024 mashinamiz atiga 3000 km yurgan, 4 ta yumshoq ballonlar ham bosib qo'yilgan. Narxi $18.300. Trekker 2023 Premier atiga 3000 km yurgan mashinamiz pachka holatda. Narxi $17.700. Kia brendidan K5 avtomashinasi 2023-yil 50.000 probegda propan gazlari bilan birinchi pozitsiyasi, lekin GT Line diska ballonlar ham bosib qo'yilgan. Kojinli salonlar qilingan, hamma ishlari qilingan. Narxini $22.800 ga beraveramiz. Propan gazlari ham bor. Cherry Pro 2024-yil propan gazlari bilan qora rangda bezlik pozitsiyasi, probeglari atiga 20.000 km yurgan. Hamma ishlari qilingan, toza mashincha. Kojinli salon. Propan gazlari bilan aytib o'tganimizda. Propan gazlari bor. Xo'sh, bu mashinamizni $20.500 ga beramiz. Kelaverasizlar. Naqdga, kreditga bemalol chiqadi. Haval M6 2024 propan gazlari bilan 50.000 km yurgan, bitta oldin eshigida kraska bor. Qilingan ishlari: parok, marhamat, tonirovka, salon holatlarini ko'ring. Idealni, akkuratni yurgan mashincha. Xo'sh, bu mashinamizni $18.500 ga beramiz. Hyundai Santa Fe 2021-yil benzinga mashinamiz, abulsovkalar qilingan, probeglari 60.000 ta yurgan, qilingan ishlari abulsovka, mana bunaqa qimmatbaho diska ballonlar, parok, tonirovka, Hol poliglar 61.000 probegda, salondan bir qo'l mashina, bir kishi olib haydagан, ideal holatda turibdi. Xasta qirg'lari yo'q, 5 kishilik avtomobil. Narxini $300.000 ga beramiz. 7 kishilik avtomobil Jetaur X90 Plus modeli, propan gazlari bilan yillari 23-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari 100% toza, 50.000 probegda mashinamiz. Qilingan ishlari mana bunaqa diska ballonlar, miyaqki ballonlar, parok, tonirovkalargacha olib qo'yilgan. Idealni turibdi. 7 kishilik avtomobil, panorama lyuklari ham bor. Bu mashinamiz narxini $24.000 ga beramiz. Naqdga, kreditga bemalol chiqadi. Yana bir Jetaur 90 Plus avtomobilining oq varianti. Bu 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi bitta oldin eshigida bor, tonirovkalari bor. Mashinamiz o'zining radnoy diska ballonlarida. Bu mashinamizga ham propan gazlari o'rnatib qo'yilgan, tayyorlab. Salon holatlari 50.000 ta yurgan. 7 kishilik avtomobil, panorama lyuklari bor. Knopkalari bilan o'zi ochiladi.